Allohga itoat, Allohga va uning rasuliga sevgi. Alloh buyuradi: ayt, agar Allohni sevsangiz, bas menga ergashing. Alloh sizni sevadir va sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladir. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Ayt, Allohga va rasuliga itoat qiling. Agar yuz o'girsangiz, bas albatta Alloh kofirlarni sevmas. Ali Imron surasi 31-32 oyatlar. Kishining Allohni va uning payg'ambarini sevishi, ularga itoat etishi, amrlarga ergashishi demakdir. Allohning bandasini sevishi esa unga noz-ne'matlar ato etishi, siylashi, uni afv etishi demakdir. Aytadilarki, banda haqiqiy komillik yolg'iz Allohga oid ekanligini, o'z nafsida yoki boshqalarda ko'rinadigan komillik esa yolg'iz Allohdan kelishini idrok etayotganda Allohni sevgan bo'ladi. Bandasining bu idroki uni Allohga yaqinlashtiruvchi ishlar qilishga yetaklaydi. Bishr Xofiy hikoya qiladi. Bir kuni tushimda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'rdim. Menga Alloh seni qaysi xislatlaring tufayli do'stlaring orasida balandroqqa qo'ydi, bilasanmi? deb so'radi. Men yo'q deb javob berganimda u shularni aytdi. Solih kishilarga xizmat qilishing, musulmon birodarlaringga o'git berishing, mo'minlarni va mening sunnatimga ergashishlarini sevganing va mening go'zal axloqimga ega bo'lganing tufayli. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadislarda shunday marhamat qiladilar: kim mening axloqimni ihyo etsa, takrorlasa, meni sevgandir. Kim meni sevsa, qiyomat kuni jannatda men bilan birgadir. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bizgacha yetib kelgan xabarlarda shunday buyurilgan: insonlarning axloqi buzilganida va mazhab ixtiloflari avjiga chiqqanda Alloh rasulining go'zal axloqini namoyon qilgan odamga 100 shahidning savobi beriladi. Bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday bildiradilar: ummatimning hammasi jannatga kiradi, faqat qochoqlar kirmaydi. So'radilar: kimdir qochoqlar? Aytdilar: menga itoat etganlar jannatga kiradi, isyon qilganlar esa qochoqdir. Mening sunnatimga, mening axloqimga mos tushmaydigan har bir harakat gunohdir. Dedilarki, siz bir odamni ko'rsangiz, u odam ko'kda uchsa, yo suv ustida yursa, yoxud olov yesa va yo shunga o'xshash ba'zi narsalar qilsa, lekin Allohning farz qilgan namozlarini ado etmasa va payg'ambarining go'zal axloqiga ergashmasa, bilingizki, u kimsa yolg'onchi va nayrangbozdir. Ba'zi ulug'larimizning go'zal so'zlari. Junayd Bag'dodiy: Allohning lutfi bo'lmasdan bir kimsa unga yeta olmas. Allohga yetishishning yo'li uning rasuli Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tobe bo'lishdir. Ahmad Havoriy: payg'ambarning sunnatiga nomuvofiq har bir harakat botildir. Shuning uchun Rasulullohning bir hadisi ham shundaydir: kim mening go'zal axloqimga tobe bo'lmasa, unga shafaatim haromdir. Fuzayl ibn Iyoz: agar senga Allohni sevasanmi desalar, sukut qil. Chunki sevmayman desang, iymondan chiqasan. Sevaman desang, balki keragicha sevmaganlar kabi sevolmassan. Keragicha sevolmaganing holda sevaman deb Allohning g'azabiga duchor bo'lishdan saqlan. Sufyon Savriy: Allohga sevgisi bo'lgan bir kimsani sevgan odam Allohni sevadi. Allohga itoatli kimsani siylagan odam Allohni izzat ikrom qilayotgan bo'ladi. Alloh sevgisining alomati Qur'on sevgisidir. Qur'on sevgisining alomati payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sevgisidir.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sevgisining alomati uning sunnatiga va go'zal axloqiga tobe bo'lmoqlikdir. Sunnatga tobe bo'lishlikning alomati oxirat hayotini unutmaslikdir. Oxirat hayotini unutmaslikning alomati dunyoga hirs qo'yishdan, harom va g'ayrimashru daromad yig'ishdan qochishlikdir. Abul Hasan Zanjoniy Shiilar siyosiy diniy bir to'garak tuzib, otini Ihvon as-Safo qo'ydilar. Bu to'garak a'zolari bir qator risolalarni e'lon qildilar. Bu risolalardagi hikoya va fikrlar oldingi asrlar adabiyotidan olingan, shuningdek Yunon, Eron va Hind hikmatlarining tarjimalari edi. Ihvon as-Safoning faol a'zolaridan biri Abul Hasan Zanjoniy edi. Ibodatning asosi 3 ustunga egadir: ko'z, qalb, til. Ko'z koinotdan ibrat olish uchundir. Qalb tafakkur uchundir. Til to'g'ri so'z aytish va Allohni zikr etish uchundir. Shuning uchun Alloh buyuradi: Ey mo'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Ertayu kech u zotni poklab tasbih va tanzih qilinglar. Mo'min doimo pok va tahoratli bo'lishi kerak. Har tahorat buzilganda yangitdan tahorat olishi va 2 rakat namoz o'qishi kerak. Har majlisda imkon darajasida qiblaga qarab o'tirishga harakat qilishi kerak. Har on Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzuridaman deb o'ylashi kerak. Harakatlarida uning sunnatiga zid holat chiqib qolmasin. Musibatlarga duchor bo'lganda chidashi va sabr qilishi lozim. Gunohkorlarga va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'lidan chiqqanlarga mag'firat tilab duo qilishi darkor. O'zi g'ururlanmasligi va hech qachon kibrlanmasligi lozim. Chunki kibr shaytoniy fe'ldir. Kamtarin bo'lishi va nafsini har vaqt past qo'yishi kerak. Alloh yo'lda bo'lganlarga ta'zim va ehtirom ko'zi ila boqmog'i lozim. Kim Alloh yo'ldagilarga ehtirom ko'zi bilan boqmasa, Alloh ularning suhbatini u kishiga harom qiladi. Kimki ibodatining muhtaramligini bilmasa, Alloh uning qalbidan ibodat zavqini oladi. Fuzayl ibn Iyozga kishi qachon solih bo'ladi deb savol berishganda u shunday javob qaytargandi: qalbida qo'rquv, tilida to'g'rilik, a'zosida yaxshi amal, niyatida nasihat bo'lganda. Solihlardan biri bir jamoaga uchraydi. Qarasa, zamonning mashhur tabiblaridan biri xastaliklardan va dorilardan bahs yuritayotgan ekan. Tabibdan so'raydi: Ey tanlarga shifo beruvchi tabib, qalblarga ham shifo bera olasanmi? Tabib: Ha, dardingni ayt, davosini aytib beray. Odam: gunohlardan qalbim qoraydi, qalbimni qayg'u bosdi. Tabib: uning dorisi Allohga ibodat va itoatdir. Kecha kunduz Alloh yo'lda bo'lish va gunohlardan tavba qilishdir. Shifo Allohdandir. Tabibning bu so'zlarini eshitgan solih odam bir tortdi va yig'lab chiqib ketarkan shunday dedi: To'g'ri aytdingiz ey tabib, siz qalbimning dorisini topdingiz.